narsani shundoq masajsiz, ukolsiz, tabletkasiz chiqarib yordik. Alhamdulillahillazi azhaba annil aza val afani. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam duo o'rgatdilar hojatdan chiquvchi insonga. Parvardigoro, meni vujudimda menga azob berib, meni behalovat qiladigan, azob beradigan narsani vujudimdan chiqarib tashlab, menga ofiyat, xotirjam hayot berganing uchun senga hamd va sano bo'lsin deb duo qilinglar dedilar. Hammalarimiz bugun necha marta hojatga kirdik? Biror bittamiz shu duoni hayolimizga keldimi? Shu duoni o'qidikmi? Mana shu azobdan qutqargan Allohga hamd va sano aytdikmi? Yoniga shilanka ulab, baqiniga shilanka ulab, bakalashga osib qo'yganlar yo'q deysizmi? Serqatnov yo'llarda mashinani to'xtatib qo'yib, tushib, duch kelgan tomonga qiblami u boshqa tomongami tushib peshob qilayotganlar nima uchun shu ishni qilyapti? Mana shuni azobiga chidayolmayotganligi uchun qilyapti, azizlar. Tahoratdan chiqdik, hojatdan chiqdik, kranni ochib qo'limizni, betimizni yuvayapmiz. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahuran. Parvardigoro, mana bu suvni poklaguvchi qilib yaratganing uchun senga hamd va sano bo'lsin deb duo aytinglar dedilar. Tasavvur qiling, suv bo'lmasin, hojatdan chiqib qaysi birimiz jur'atimiz yetadi dasturxonga kelib non ushashlikka? Er-xotin jinsiy munosabatdan keyin g'usul qilmasdan qaysi bir inson yurak yutib ko'chaga chiqadi g'usuldan poklanmasdan? Bizlar hojatga kirganimizda knopkasini shundoq bosganimizda chashagin unutazni, o'sha hojatimizni, najosatni sho'r etib yuvib ketadigan 5 litr suvni Afrika degan mamlakatlar bor. 7 uxlab tushida ko'rmagan bunaqa tiniq, bunaqa chuchuk suvni. Qaysi birimiz hamd va sano etyapmiz? Hojatdan chiqdik, tahoratlarni qildik. O'zimiz salomat, ota-onamiz salomat, ayolimiz, xotin, bola chaqamiz salomat. Vaholanki bugun kecha kechqurun, bugun kunduzi otasiga, onasiga, farzandiga, o'g'liga, qiziga tez yordam chaqirib, skoriy chaqirib, hozir больницада, reanimatsiyada yotgan eshiklarda kutib o'tirganlar qancha? Bizga bundoq sinovlar bo'lmadi. Alhamdulillahga arzimaydimi? Yurtimiz tinch, alhamdulillah, tiq etgan narsa yo'q. 2000 kilometr nariyoqda ahvol chatoq. Boshidan o'qlar uchib o'tyapti. Qo'shnisini uyini kechqurun bomba tushib, oilasi bilan qirilib ketdi. Biz alhamdulillah demaylikmi bu tinchlikka?